Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Men sizlarga dunyoning 8-mo'jizasi borligini isbotlab bermoqchiman. Dunyoda 7 mo'jiza bor deb o'ylaysizlar. Inson qo'li bilan yaratilgan, ya'ni Toj Mahal, piramida, Buyuk Xitoy devori shunga o'xshagan 7 mo'jiza bo'lsa, men 8-mo'jizasini topdim. Uni videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga isbotlab bermoqchiman. Mana shu Buyuk Farg'ona kanali bobolarimiz tomonidan ketmon lapatkida kovlangan 1939-yil kavlab 40 kun ichida ishga tushgan Farg'ona kanal bo'ladi. Undan keyin urush boshlanib ketgan. Mana shu Farg'ona kanali bobolarimiz qo'l mehnati bilan kavlagan. To'nda orqasiga qilib, turpoqlar tepaga olib chiqqan mana shu do'mlarga, mana shu yerdan olib chiqqan. Bu Farg'ona kanalimizning chuqurligi 3-5 metrgacha boradi ba'zi chuqur joylari. Enini oladigan bo'lsam 80 metr, yana ham keng joylari bor, bundan ham keng joylari bor. Bu keng joylarini balki bundan 100 metrgacha borar. U tepa tomonlari men hozirlarga Andijon viloyati Sharqon tumani Bobocha mahalla fuqarolar yig'ini yonidan kesib o'tadigan, Sharq Yulduzdan kesib o'tadigan joyida sharhlayapman. Shu bobolarimiz kavlab buni 40 kun ichida foydalanishga topshirgan Farg'ona kanal hisoblanadi. Mana shu dunyoning 8-mo'jizasi deb bemalol ayta olaman. Mana ko'rib turibsizlar. Bu Farg'ona kanalimizni suvi hamisha muzdek oqadi. Bu Farg'ona kanal juda ko'plab yillarni sug'oradi. Juda ham atmosferasi toza, suvi doim toza. Biz buni yoshligimizda ichganmiz. Endi yaqindan beri vodoprovod grantlar tushib qoldi. Lekin hozir ham ichsa bo'ladi. Suvi shirin, toshdan toshga urilib keladi. Bu menimcha Qirg'iziston tomonidan Kompros suv omboridan keladi bu suv. Juda ham ko'plab joylarni sug'oradi. Bu xalqimizning bir mo'jizasi, xalqimizning katta boyligi hisoblanadi. Bundan bug'doy, paxta yetishtirishda, dehqonchilik ishlarida juda ham katta foydalaniladi. Eng baland joylardan quritilgan. Yana bir narsani aytib o'taman. O'sha paytda ham ko'plab shunaqangi zavr kelami, juga to'g'ri kelami, qanday soylar to'g'ri kelami, suv qo'shilmasin, suv sho'r suv bo'lib qolmasin, dalalarimiz sho'rlatib olmasin deb shunaqangi qilib suvni toza suvga olib o'tib ketgan ekan Farg'onaga qarab. Buni uzunligini aniq bilmayman. Otam rahmatli aytishi bo'yicha juda ham uzun. Enini lekin bilaman 80, 70, 50 ayrim joylari 100 metrgacha boradi. Chuqurligini aytdim sizlarga, 3-5 metrgacha boradi. Suv doim to'liq oqadi. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham ajoyib suv sig'imiga ega bu xalqimizning bebaho boyligi. Juda ham ko'plab san'atkorlar, taniqli o'sha davrning eng taniqli buyuk san'atkorlar, ya'ni Olmaxon Hayit va Ma'murjon Uzoqov, Tamara xonim deysizmi, barchasi kelib konsertlar uyushtirib, konsertlar qo'yib bergan shu yerdagi zahmatkash, mehnatkash bobolarimizga, opoqalarimizga, bu yerga butun O'zbekistondan, Namangan, Vodiy, Farg'ona, Andijon demasdan hammasi kelib shu yerda qatnashib, kanalning qurilishida ishtirok etgan. Barchasi bu momolarimiz ham qatnashgan bu yerda. Barchasi qatnashgan. Keyin sizning bobongiz ham qatnashganmi? Shu haqda ismi, familiyasini kommentariyada yozib, qayerdanligini ham yozib qoldiring kommentariyaga. Mana men haligi zovurni ko'rdim. Shu zovurga yetib keldim. Shu joyda mana sizlarga video ta'sir qilib bermoqchiman. Mana shu zovurni shu kanaldan olib o'tgan. Mana shu ko'rib turibsizlar. Shunaqangi qilib shu kanal tagidan o'tilgan zavr hisoblanadi. Bunaqadan juda ham ko'plab bor. Mana o'sha zavrni olib o'tgan joyi mana. Bunaqa betonlab, turbalar bilan olib o'tgan. Hozir quyosh to'sib qolyapti. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqa qilib olib o'tilgan. Dunyoning 8-mo'jizasini yaralishida sizning bobongizning ham mehnati singandir. Balki butun O'zbekistondan qatnashgan bu bobongizni ismi, familiyasini va qayerdanligini, manzilini kommentariyada yozib qoldiring. Biz ham bilib olaylik. Bu buyuk tarix bo'lib qolsin. Buyuk Farg'ona kanali haqida yana nimalarni bilasiz? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiring. Shunchaki bu tarix bo'lib qolsin. Bu Farg'ona kanalini ko'rganimizda kommentariyasini o'qib ham ko'p ma'lumotni bilib olaylik. Hozir men bilganlarim shu. Hammalaringga omad, sog' salomat bo'linglar.